Tak, toza havoda bir shamolab kelaychi. Yo'q, bu kecha tashqari chiqmas ekan va yaxshisi kirib uxlay qolay. Kelib taksidan ham mashinani arendaga olamanmi? Buni qayeri buzildi ekan endi. Muhimi uyimga yetib kelgan joyimda buzilib qoldim. Buni qaranglar. Obbo, yaramas. Buni yurg'izib ham bo'lmaydi. Tak hozir mana bu yerda bitta sim uzilgan ekan. Tak endi endi haydab ko'raylik. Qo'rqa, bagaj nimaga ochilib ketdi o'zidan o'zi. Tak, yo'q, bismillah. O yurib ketdi. O yaxshi, lekin juda sekin yuryapti-ku bu. Yaxshisi buni yurg'izmay qo'ya qolay, mana shu yerda turib tursin. Egasiga sog' salomat yetkazib bersam, boshqa hech qanaqangi orzu tilagim qolmaydi. Tak, okey. Asta urib qo'ymasam bo'lgani. Tak, yopib qo'yaylik eshigini. Qani tegmadimi? O xayrat, lekin datchik yonib qopti. Shu datchikni yo'qotib tashlash kerak. Borish mashinalar datchiki umuman yo'qmaydi menga. Tak, yaxshi bo'ldi. Va nihoyat jonajon 13-qishloqdaman. Yaxshi, bu yerga kelmaganimga naqd merdi to'yidan beri bo'lib ketibdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar bilan yangi videoyimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham muhim, sizlar uchun esa juda ham oson ish. Tak, men esa har doimgidek uyimga kirib joylashaman va uydagi ishlarni qilishim mumkin shart emas-ku, lekin o'tirib ikkitanisini ko'rishim kerak. Svetni o'chirib qo'yaylik. Har doim yo'qilgan turadi. Tak, yangiliklarda qanaqadir xabar kelibdi. Ochib ko'raylik, nima bo'libdi ekan. Kecha tunda janob qishloqimiz meri uyini yonida qora arvohga duch kelgan. Qora arvoh kimligini bilmadiku, qora arvoh degandan keyin qora arvoh bo'ladi-da. Keyin janob mer uydan qaytib chiqmaslikka qaror qilgan. Shundan beri chiqqani yo'q. Qora arvohni ko'rganlar bo'lsa bizga xabar bering. Biz ham ko'raylik qanday narsa ekani. Zo'r bo'lsa kerak, bilmadim. Janob, biz yangiliklardamiz. Aytgancha. Xullas, kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr. Qanaqa qora arvoh haqida gapiryapti? Mani qora to'shagim bor, janob merni qo'rqitib kelmadimikan? Hozir borib so'raymiz. Janob merni o'zidan so'raylik, o'zi aldamaydi-ku. Qanaqa to'shak, qanaqa to'shak deb, qanaqa qora arvoh ekan-a? Bilmadim. Takoz so'raymiz. Mana oq arvoh bo'ladi-da, mana yashil arvoh bo'ladi. Nima deyapsan? Oq jitil deyapman. Ha, shunaqami? Oq arvoh deb eshitibman. Yo'q, kecha tunda qora arvohni sen ko'rdingmi? Ha? Rostdan. Yo'q, hazillashdim. Nima unda hadiysan? Endi janob mer ko'rdim, hammaga ko'rdim deb aytinglar dedi-da. Nimaga boshingni bunaqa qilaverasan menga, ha? Nima bunaqa qilaverasan? Prosta seni yaxshi ko'raman. Yo'qolay, basharing yo'q. Men o'g'il bolaman, sanam o'g'il bola. Yo'qol. O'ldirib tashlasam-da seni. Voy, yaramas. Tentak bo'lib qolganmi? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Jo'xa, nima gap? Siz ish qilib mazangiz joyidami? Ha, joyida. Men bilan bunaqa ko'rishmasligingiz kerak-ku. Men boshqa qishloqdan kelyapman. Aytgach esimdan chiqib ketibsan. Sen borligiga ham esimda yo'q. Sen 100-qishloq deding-a? Ha, shunaqa. Seni oxiribatda merni to'yida ko'rgandim. 100-qishloq merni to'yida. Ha, men ham sizni o'shanda ko'rgandim. Ha, nima gaplar? Tinchmisan o'zi? Ha, lekin men tinchku, siz tinchga o'xshamayapsiz. Qanaqadir qora arvohmi bir balo ko'ribsiz? Ha, ko'rdim. Rosta kasam juda ham qo'rqib ketdim lekin. Nimasi qo'rqinchli ekan? Juda ham qo'rqinchli ekan, qo'rqib ketdim deyapman-ku. Ha, tushunali. Ha, nima qilish kerak? Tutish kerakmi qora arvohni? Yo'q, qara, qishloq atrofini o'rab chiqish kerak, arvoh kira olmasligi uchun. Arvoh kira olmasligi uchun qanday o'rab chiqish mumkin? Hamma joyini yopmasa arvoh ustidan ham uchib kirib ketar, arvoh balki devordan ham o'tib ketar, ha? Yo'q, unaqa emas. Bilmadim, mayli, nima qilishim kerak, nima qilay? Qara, ikkinchi kafta meni atrofda o'raladigan narsa bor. O'sha sim bor. O'shani olganda tezroq hamma yoqni ana o'qib chiqib, meni o'rab chiqqan. Mayli, harakat qilaman. Yo'q, harakat qilma, aniq bajar. Bu senga tanlov emas, bu senga aniq berilgan vazifa. Xo'p, mayli, hozir ishni boshlayman unda. Tak, nimaga bunaqa narsa bilan o'rib chiqish kerak? Bu shunda arvohlardan himoyalaydimi? Bilmadim. Lekin himoya olmasa kerak deb o'ylayman. Agar himoya nima dedim? Yana deya olmayapman. Xullas, o'sha gapda, qarochi, o'zimni qiynab o'tirib nima qilaman? Ayta olmayapman bu gapni baribir. Tak, ana endi ishni boshlash kerak, o'zi qo'yib chiqish kerak hammasini. Atrofga qanday qilib qo'yib chiqsak bo'larkin-a? Xo'sh, qayerdan boshlasam bo'ladi? Boshlash joyini ham topib olish kerak. Qishloqning hamma joyini shu bilan o'rab chiqamanmi endi? Tak, buni qanday mana bunaqa muddan foydalanib qo'ysak bo'larmikan-a? Yo, bo'lmasmikan? Tak. Ya, bo'lmas ekan. Bittalab qo'yib chiqish kerakmi shuncha narsani endi?
Obbo, qiynalib ketaman-ku bittalab qo'yib chiqquncha. Juda ham qiyin ish-ku bu. Oho, shuncha narsani shuncha joyga qo'yib chiqish. Oho, vapshi, mani o'zi qo'rqityapti. Ishni boshlamasimdan meni qo'rqityapti. Mana bu joylarga qo'yib ham bo'lmasa ekan hattoki. Ba'zi joylarda deyarli umuman qo'yib bo'lmaydi va bu juda ham yomon, juda yomon, juda. Tak, qanday qo'yamiz buni? Qo'yil nima qo'yilmaydi. Tak, men o'tirib qo'ysam qo'yilar ekan hamma joyga. Tak, o'tirib qo'yib ketish kerak, demak, o'tirib qo'ysak любой joyga qo'yiladi. Da, mana shunday qilamiz. O'tirib qo'yamiz. Tak, o'tirib, qiyshiq ham qo'yilar ekan o'tirib qo'ysa, buni qaranglar. Oho, bo'ldi, o'tirib qo'yamiz endi hamma joyga. Tak, o'tirib qo'yamiz. Tak, o'tirib. Tak, o'rtagan. Mana bu yerlar qiyshayib qoldi, qaranglar. Voy, bu yerda u yo'q bo'ldi. U yo'q. Mana bu joydan qaranglar. Mana shu yerdan shunaqa qilib qo'yib chiqamiz hamma joyga. Lekin bu juda ham sekin qilinadigan ish. Menga bunaqa mayda ishlar to'g'risi umuman yoqmasdi-yu, lekin mer aytgani uchun qilyapman. Mer aytmagandami, bormi? Umuman bunaqa ishlar bilan shug'ullanmasdim. Obbo, mayli. Bittalab bo'lsa ham endi iloj yo'q, qilib chiqish kerak hammasini. Tak. Balki menga ham ko'rinar o'sha nima edi? Ana nima edi? Nomi nima edi? Arvoh. Qora arvoh gapni qaranglar. Gapirishda ham cho'chib o'ryapman borku. Qora arvoh menga ham balki ko'rinar yaqin kunlarda. Ko'rinsa, salomlashib, hol-ahvol so'rashib, qo'shnilarga salom aytib deganday qo'yardim. Atak bilmadim endi menga ko'rinadimi yo'qmi, ko'rinmasin ham, ko'rinsa ham ko'rinmasa ham menga to'g'risi farqi yo'q. Mana uni olaylik bu yerdan. Tak, ustiga chiqsam menga hech nima qilmayapti. Nima? Menga biron nima qilmagan, u arvohga biron nima qilarmikan? Bilmadim, xullas. Tak, mana shunaqa qilib ustidan yurib qo'yib ketsam cho'tki bo'lar ekan, qaranglar. Texnologiya o'ylab topdim, yangi usul. Tak, endi buni ustiga chiqib olish kerak bir amallab yana. Tak, bitta ikkita ochiq joy qolyapti. Arvohni kallasi ishlamasa kerak. Shuncha joy turib o'shani o'rtasidan o'tib ketishga yo ishlarmikan kallasi? Endi bilmadim. Может, kallasi ishlaydigan arvoh bo'lsa ishlab ketib kallasi o'sha joydan o'tishi ham mumkin. Tak, obbo, qo'limga ariq qo'nsin. Tak, asta qo'yib ketaveramiz. Bitta, ikkita, uchta. Muhimi yetishi muhimi. Yetmasa lekin dabdala bor-ku. Tak, bu yerga qo'yib bo'lmasa ekan o'sha. O'sha bu yerga qo'yib bo'lmay qoldi mana. Mana bu joylarga atak qo'ysak bo'ladi mana bunaqa qilib. O'sha qo'yib bo'lmayotgan joylarga kelib qoldik. Tak, o'sha bu yerlarga o'sha qo'yib bo'lmayotgan joylarga kelib qolibmiz. Tak, mayli, bu tomonlarga bitta ikkita joyga qo'ymay ketamiz. Na iloj, qo'ymaymiz. O'sha bo'lmay qolyapti, qo'yib bo'lmay qolayotgan vaziyatga kelib qoldik. Tak, qo'yib bo'lmaydi deyapti. Nima qo'yib bo'lmaydi? Nima ya? Mayli. Endi aytyapti, Minecraft aytgan joyga biz qo'ya olmaymiz-da, qaranglar mana. Bitta mana nima, qayerda bunaqa bo'lyapti bilmasam. Tak, tugadi. Yana davom etamiz. Mana bu yerda aylanib o'tishimiz kerak. Shuncha joydan aylanib o'tganimcha bilmadim. Yetadimi yo'qmi? Yaxshisi bitta blok qoldirib, bitta blok qo'yib chiqadigan bo'lsam, может yetib qolar, может yetar. Mana bunaqa qilib. Endi misol arvoh ham ko'rib, mana o'rtasini ko'rib o'tmasa kerak. Borib o'ziniki mana shu turgan joyga urib olsa kerak. Shunaqa tentak deb o'ylayapman-da men arvohni. Endi mosh rostdan ham shunday tentakdir yoki aqllidir yoki mendanda aqlli bo'lishi ham mumkin. Endi arvoh bo'lgani bilan u miyasi ham arvoh emas-da. Miyasi odamning miyasidan aqlli bo'lishi ham mumkin. U arvoh degani bilan rostakasim arvoh emas, u qora arvoh. Demak, u qora bo'lgani uchun ham aqlli bo'lishi ham mumkin. Tak. Endi to'g'risi bitta gap aytayim sizlarga. Buni o'zi qo'yib chiqishdan foyda umuman yo'q-da. Chunki arvoh bo'lgandan keyin u ustidan ham o'tib ketaveradi, ichidan ham o'tib ketaveradi. U arvoh-ku. Arvoh любой joydan o'tib ketadi-ku. Tak, xullas o'shanaqa gapda. Bu janob mer shunchalik qo'rqqanki, u hatto bu narsalar o'ylamagan ham. Bunaqa qilsa bo'lishini, uni bunaqangi xususiyati borligini o'ylamagan ham. Endi janob meram qanday bilsin? Janob meram uyida o'tiribdi. Bunaqa narsalarni oldin ko'rmagan. Ko'rganda ham biron usul qo'llab turib bo'lsa ham qutulib qolardi, lekin ko'rmagan. Tak. Xo'sh, ko'rganni ko'rsunmi? Nima ko'rganni ko'rmagani qursinmi? Nima derdi? Ashnaqada xullas. Tak. Okey, men ozgina qoldi. Shuni tez tugatsam, borib o'zimning ishlarimni qilsam bo'ladi. Tak. Buni mana shu nima qo'yib bo'lmayapti. Nima qo'yib bo'lmayapti? Tak, qanday? Mana bu yerga qo'yilar ekan bitta. Tak, qo'yil. Nima qo'yilmayapti mana bu tomonga. Lekin to'g'risini aytsam, umuman joy deyarli qo'yilmayapti.
tak 22 ta bu kamaymayapti 22 ta. Bu hozir ham 22 ta emasmidi? U вообще kamaymayapti rostdan. Uni kamaytirish kerak, tezroq tugatish kerak. Tezroq tugatsam ish tugayishi bilan bor bemalol o'zim shaxsiy masaladagi ishlarimni qilsam bo'ladi. Qayerdan boshlagandim? O, mana yetib kelibman pashti. Pashti yetib kelibman pashti. Janob mer ko'rsa, "Yo'q, nimaga yarmiga qo'yib, yarmiga qo'ymading? Voy, tentak" desa, "Janob mer endi qo'yganimcha qo'ydim, qo'yolganimcha qo'ydim, qo'yolmaganimni qo'ymadim" deyman. "Voy, sen yaramas, men senga dangasalik qilma degandim, yo demaganmidim" deydi. "Deganingiz biratan" deyman. "Kalochi nimaga dangasalik qilding unda" deydi. "Yo'q, unaqa qilmadim. Nima qilding? Yaramas, basharangga yog'im" deydi. Kalochi, "Bo'ldi, uyimga kirib uxlay qolay, juda ham kech bo'lib ketdi. Bunaqa ish qilib o'tirsam. Muhimi o'zimda uyimda atrofi to'liq qilindi, qaranglar. Mazza. Uyda o'tirish mazza. Mana uni dachi yonib qo'ygan. Voy, oyog'im basharangga tegsin. Oy, jetel mashinamda oldida o'ynashma, o'zi titilib yotdi. Ya bundan battarga titadigan bo'lsang, sen mana shu o'zingni sotib bo'lsang, mashina olib berasan menga." Yo, uzr, kechirasiz janob.